Salom hammaga bo'ldi. Sizlar bilan Ardonga bonus bugun. Bo'ldi sizlar bilan bugun qanday qilib TDMda zalyotni yoki de ближний bo'yda ochishni yaxshilashni o'rgatib o'taman. Hech qanday bo'lmang. Softlarsiz videoni ko'rib videoga baho beringlar. Birinchi marta videom bo'lgani uchun ayblar bo'lsa uzr so'rayman. Bizga bir yil olamiz. Bitta pritsel bilan magazin bo'ldi, qo'yib solish kerak emas. Endi 17 metr 20 metr 20 metr masofadan boshga tekshirib boshiga tekshiramiz. Ayima undan emas. Yana ikincisi bu birinchisiydi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Mana shuni turgan joylarda, shu turgan joylarda shuni boshiga olish kerak. Mana shu ko'rsam shuni hech deyish kerak. Üçüncüsü hozir uchinchisini ko'rsataman. Eng keraklisi mana shu uchinchisi. Bolalar keyin Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bir Telegram kanalimda har xil kerak, misol uchun PUBG avatarka yoki logolarni topishlar mumkin. O'shdan agar yasatmoqchi bo'lsanglar, birinchisi bo'lsa любой birinchi odamga tekin bo'ladi. Keyin o'sha pul olib ketaveradi. Любой birinchi odamga tekin bo'ladi, keyin pul. Qani videoga o'taylik. Xuddi men qilganimdek qilaylik. Oxiriga qo'yamiz buni. 20 oltmish o'chiramiz. Başladı. Bir yılda burada. Aşağı kadar yapıp oturursa. Ana bu video tugadi. Vallahi agar o'yinlarni cho'tki ko'tarmoqchi bo'lsanglar, sezilarli darajada oshirmoqchi bo'lsanglar, maslahatim ko'pincha butka o'ynanglar. Agar defansinglar slabiy bo'lsa, voydagi butkani o'ynanglar. O'sha o'yinni ancha kuchaytiradi. Bolalar Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ajab 50 ta bo'laylik. 100 ta bo'lsak, normallik konkurs qilaman. 660 o'sigami. Bunaqalarga bog'liq tashlasizlar. Day bo'pti bolalar, sizlar bilan onsiz bo'ldi. Ko'rishguncha. Keyingi videolarni kutib olinglar.